Smartfonning ekrani edge qilib ishlangan, ya'ni yonga qayrilgan. Buni ekrani plavni ishlashiga bitta baho berib qo'yasizlar. Mana bu tarafini ko'rishingiz mumkin. Dynamic Island xuddi iPhone'lardagi qilib qo'yishdi. O'sha siz hamma yoqda reklamasini ko'rgan smartfon Honor X9C. O'sha yong'oq chaqar baquvvat smartfonni xoslar bilan birgalikda korobka komplektini ko'rib chiqamiz. Videoga like bosib, Open Shopga obuna bo'lib qo'yinglar. Smartfonni korobka komplektida e'tibor qaratamiz. Yuqori qismida smartfonimiz chiqadi. Smartfonni hozirlarga batafsil ko'rsataman. Pastki qismga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda SIM kart joylashish uchun liniyasi, bu yoqda prozrachniy o'zini chexoli. Ortiqcha rasxod qilmaysizlar, o'zidan tayyor chexol chiqadi. Korobkaning entagida bo'lsa zaryadlash uchun golovkasi, hamda bu yoqda Type-C kabeli. Smartfon dizayniga bitta alohida e'tibor qaratib qo'yasizlar. Akkumulyatori 6600 mAh. Bu degani bemalol bir kun beminnat xizmatinglarni qiladi. Kamerasi bo'lsa 108 megapikselli, hamda smartfonimiz IP65 bilan himoyalangan, suvga va changga juda ham himoyali. Smartfonning ekrani edge qilib ishlangan, ya'ni yonga qayrilgan. Buni ekrani plavni ishlashiga bitta baho berib qo'yasizlar. Mana bu tarafini ko'rishingiz mumkin. Dynamic Island xuddi iPhone'lardagi qilib qo'yishdi. Smartfon juda ham yengil, maza qilib ishlatasiz. O'yinlar o'ynayotganingizda qo'lingizda qizib ham ketmaydi. Smartfon sizlarga yoqqan bo'lsa, bu videoni barcha yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Kommentariyada qanaqa smartfon ishlatishingizni ham yozib ketinglar. Smartfon sizlarga yoqdimi? Bu videoni o'rtoqlar storylarga ham qo'yib yuboringlar. Shuni unutmanglar, smartfonni faqatgina Open Shopdan eng zo'r narxlarda 10 yil kafolati bilan naqd yoki muddatli to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi. Hozirroq buyurtma berish uchun 71 203 66 60 raqamiga Open Shopga qo'ng'iroq qilinglar.